Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizga savollar bilan keldik. Birinchi boshlaydigan savol, sizlardan eng ko'p olinadigan zapchastlar qaysi mashinaga va qanaqa zapchast? Eng ko'p olinadigan zapchastlar asosan bizda kuzovni o'zi, asosan bamper ketadi. Qaysi mashina ko'proq? Ko'proq Gentra Cobalt. Значит, ko'proq Gentra Cobalt turiladi degan fikrga kelsak bo'ladi. Shunaqa. Yana bitta narsa eshitganman, 10 bakovoy bilan chap bakovoy narxi farqlanadi. Ya'ni 10 ma adashmasam qimmatroq. Uni sababi nimada, aka? Sababi birinchi bo'lib bozorda qaysi bir bakovoy tortilib qolsa, avtomatik narx ko'tarilib ketadi. Lekin asosan chap taraf bakovoy ko'proq qimmatroq bo'ladi, ko'proq ketganligi uchun. Chunki chap bakovoy ko'proq asosan uriladi. Sababi ham, masalan, ko'p, misol uchun 10 komplet olgan odam chapidan 8 ta sotsa, 10 dan 2 ta sotadi. Avtomatik narx ko'tarib ketadi. Yaxshigina farq qilgan. Shunaqa. Xuddi shu savol oldi bamper va orqa bamperga. Orqa bamperda o'zi asosan ko'proq orqa bamper ketadi. Lacetti'da masalan, Lacetti ko'p ketadi. Cobaltda oldi ko'p ketadi. Narxiga keladigan bo'lsa, bamper hajmiga qarab narxi ham ko'tariladi. Zavod narxi, bizani sun'iy narx ko'taramiz o'zi. Lekin sun'iy o'sha ko'tariladigani ham bor. Odamlar so'rab keladiganlardan qarab. Misol uchun ko'proq Cobalt so'rasangiz, Cobalt ko'tariladi. Shunaqa. Yo'q, u ham shu bozorga qarab, bozorda tortilib qolsa, kamayib qolsa, avtomatik narx ko'tarilib ketadi. Aka, misol uchun bozorga keldim, zapchast olmoqchiman. Men yeb ketmasligi uchun nima qilishim mumkin? Misol uchun narxdami yoki Xitoy manga solib qo'yishligi mumkinmi? Shunaqa nima xavflar bor? Men endi o'zimni temamni yaxshi bilaman. Masalan, bamperda ham 3 xil bamper bor. Zavod bor, sex bor, keyin kooperativ bor. Dublikati bor. Hammasining orqasida emblemasi bo'ladi. Zavod bo'lsa Uskaram bo'ladi yoki JM pechat bo'ladi. Sexkida Made in O'zbekiston bo'ladi. Keyin yana Karvin zavodga chiqqan, unda Karvin zavod yoziladi. 3 xili bor. Uchinchi dublikatchi? Shu dublikati, o'sha Karvin zavod bor, sexga bor, keyin zavod bor. Masalan, mana Next 2 desak, bunda bu sexga. Bunda Made in O'zbekiston yoziladi. Bu arzonroq yuradi, keyin zavodga qaragan. Bu eng arzon. Eng arzoni. Xo'p, zavodga keladigan bo'lsak, bu zavodniki. Bunda mana zavodda Uskaram pechati bo'ladi. Mashinadan farqli olsak bo'ladi. Buni tushirish olmaydi. Buni tushirib bo'lmaydi. Uchinchi varianti keyin Karvin zavodga bo'ladi. Karvin zavod hozirmanda yo'qroq lekin. Bundan tashqari aka, nimada yeb ketishim mumkin? Misol uchun men bu yerga keldim, narsa bamper olmoqchiman yoki boshqa qanaqadir kuzov far olmoqchiman. Nimada yedirishlik mumkin? Umuman aka, hamma zapchastda originali bor, Xitoyi bor, dublikati bor. Luboyda. Hamma zapchastda bor. Uni pechatiga qarab, emblemasiga qarab. Yo'q, Xitoylilikdan tashqari misol uchun nimada yana? Bu berib yuborish mumkin? To'g'ri savol bo'ldi. Masalan, Spark fari deylik, zavod buni bir xillarda sotiladi, parlanib ketib qoladi. Parlanib ketib qolgandan keyin ochiladi optikasi, boshqatdan kirelab sotiladi, sotsa ham bo'ladi uni. Endi yangi deb. Endi uni odamni vijdoniga havola yo'q. Uni men misol uchun kelib farqlolmayman, hech qanaqa. Bila olmaysiz. Unda sata aka. Nima maslahat berasiz aka? Yeb qo'ymaslik uchun. Yeb qo'ymaslik uchun tanishdan, ishonchli odamdan, ishonchli do'kondan olish kerak. Faqat shu, Faqat shu endi. Boshqa variant yo'q. Tak, eng arzon bamper aka sizda qaysi mashinaga hozir bor? Eng arzon bamper tabiiyki shu Matiz. Matiz. 150 ming so'm sexga bor, 300 ming so'm zavodniki. Matiz ba'zi ekan, bamper xola ham payt urib alishtiribsiz bor ekan. Shunaqa. Boy aytdingiz, Cobaltda oldi asosan ketadi, Gentra'ning orqasi, Lasetti'ning orqasi asosan. Shunda bu oldi bilan yetib olishdan sababmi yoki boshqa sabab topolmayman-da. Cobaltda oldi proshniy emas, baquvvat bo'lmaganligi uchun sal urilsa ham yorilib ketib qoladi. O'shaning uchun ko'p sotiladi. Lasetti'niki tormozi yaxshiroq bo'lganligi uchun tez to'xtab oladi, orqasidan ko'pincha yetib olishadi. 2021 yo 22-yil Gentra mafonsiz chiqish boshladi. Aniq esimda yo'q yili. O'sha mafonsiz chiqish boshlaganda bozorda o'sha mafon narxi adashmasam $200 atrofi bo'lib ketdi. To'g'ri. Siz xabaringiz bor bo'lgani uchun, siz sohingiz bo'lmagani uchun ham, lekin baribir so'rab qo'yaman, nima sababdan shunaqa bo'ldi? Va $200 ga Gentra original mafonni olgandan ko'ra sensor displey olgan yaxshi emas, misol uchun Tezga o'xshagan monitor yoki boshqa qanaqa monitorlar. To'g'ri. Endi ko'pchilik radnoy xohlaydi. Juda ko'pchilik, 90% odam radnoy xohlaydi. Kamchilik odam endi o'sha tez qo'yishadi. O'sha paytda lekin aytganingizdek $300 ham bo'lib ketdi, faqat 200 emas, 300 ga ham chiqib ketdi. Lekin $300 ga Gentra'ning mafoni, knopkali mafon nima kerak? Olganlar ko'p bo'ldimi shunchalik? Yo'q ham daji, tortilib qoldi ham. $300 ga ham yo'q bo'lib qoldi. Akmal aka, savollarga javob berganingiz uchun rahmat. Qaysi magazinda bizni qatdan topsak bo'ladi? Bizaniki Sergeli 215 do'kon. Endi Instagramdan zakazlar yetkazib berishlar bor? Albatta Instagramimizda ham profilimiz bor. Banfer.uz profilda. Bo'ldi. Yana bir marta rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Charchamang. Xo'p aka.